Do'stlarim, sizlarga bir sehrli duoni o'rgatmoqchiman. Buni ko'pchiligingiz balki bilsangiz kerak. Men ham ko'p eshitgandim, lekin hayotda sinab ko'rmagandim. Yaqinda holga tushib qoldim va buni amaliyotda qo'llab ko'rdim. Juda katta foydasi bo'ldi va buni sizlarga ulashmoqchiman. Bundan maqsad like подписка emas, shunchaki buni sizga foydasi tegsa men juda xursand bo'laman. Bu istig'for, ya'ni qisqacha qilib astag'firulloh deb kun mobaynida aytib yursangiz sizga foydasi tegadi va muammolaringiz hal bo'lib ishlaringiz yurishib ketadi. Men kamida 40 ming marta aytish kerak ekan bu so'zni. Har qanday holatda ham aytib